Bugun 2025-yil 21-oktyabrda Toshkentda o'tkazilayotgan irsiy neyromushak kasalliklari va sima bilan kasallangan bolalarga yordam konferensiyasi aynan shu kunlarda eng dolzarb tibbiy masalalarni ko'rib chiqish va yangi ilmiy yondashuvlarni joriy etish maqsadida katta xalqaro tadbir o'tkazilmoqda. Konferensiyaning asosiy maqsadi bolalar salomatligini yaxshilash va bu kasalliklarni erta tashxislarda zamonaviy yondashuvlarni joriy etishdir. Sima Umid fondi spinal mushak atrofiyasi va boshqa asab mushak kasalliklari bilan og'rigan bolalarga yordam berish maqsadida 2021-yilda tashkil etilgan bo'lib, har yili yuzlab oilalarga umid ulashish, ularga zarur tibbiy vositalar, terapiya va ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda bu juda kam uchraydigan irsiy kasal bel mushak atrofiyasi, lotinchada spinal mushak atrofiya bo'ladi. Va albatta bu bo'yicha birinchi yordamni bu davlatimiz beryapti. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan har yili juda ko'p pul ajratiladi. Xususan bu yilga 250 milliard so'm ajratilgan. Jami shu yillar davomida 600 milliard so'mdan oshiq pul ajratilgan. Bunaqa holat hech qachon bo'lmagan. Odamlar shu kasallikka duchor bo'lganlar o'zi kasal, o'zi muammosi girdobida qolib ketishgan. Shuning uchun bizni birinchi bugungi beradigan yordamimiz bu mana shunaqangi to'planish, ularning muammosini eshitish, o'rtamizda kommunikatsiya o'rnatish va bu sohada yanada shu yordam berish mumkin bo'lgan holatlarni doirasini kengaytirish. 23-oktyabr sanasida fond tomonidan tashkil etilgan kongressda ham ushbu xayrli ishlarni davom ettirish, tibbiy va ma'naviy yordamga muhtoj bolalarga yordam berish va ushbu faoliyatning kelajak rejalarini mustahkamlab olish masalalari muhokama qilindi. Spinal mushak atrofiyasi bugun bu qanday kasallik turi desangiz, bolajonlarimizda uchraydigan irsiy kasallik turi va bugun birinchi xalqaro kongress tashkil etildi. Orfan kasalliklari bo'yicha albatta bu yerga spinal mushak atrofiyasi ham kirgan bo'lgani uchun ham biz tashkilotchilar sifatida bu kongressni keng miqyosda o'tkazilishiga juda xursandmiz, chunki ilk bora o'tkazilayotgan O'zbekistondagi ushbu kasallik turi bolajonlarimizga yanada kattaroq e'tibor qaratilishiga umid qilamiz. Kongressda so'zga chiqqan mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan ilmiy ma'ruzalar, davra suhbatlari va interaktiv sessiyalar orqali ishtirokchilar neyromuskulyar kasalliklar sohasidagi eng so'nggi yutuqlar va innovatsiyalar haqida batafsil ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lishdi.